Agarda shu narsalarni qilsangiz, farzandingiz prezident maktabiga 100% kiradi. Ko'pchilik o'ylaydi, prezident maktabiga faqat aqlli o'quvchilar kiradi deb. Lekin bu dars qilish bilan hal bo'ladigan jarayon emas. Muvaffaqiyatli o'quvchilarning ota-onasi nafaqat o'quv markazlariga ishonishadi, balki o'zlari ham farzandlariga quyidagi yordamni berishadi. Birinchisi, to'g'ri muhit yaratish. Bunday ota-onalar farzandining atrofida bilimga qiziqqan bolalar bo'lishiga kuchli e'tibor berishadi. Chunki atrofidagilar farzandingizning natijasiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ikkinchisi, intizom va rejali tayyorgarlikni yo'lga qo'yish. Bunday ota-onalar imtihonga bir oy qolganda emas, kamida 6 oy oldin puxta tayyorgarlikni boshlashadi. Va eng asosiysi, har kuni dars tayyorlash ko'nikmasini shakllantirishadi. Uchinchisi, ruhiy tayyorlash va bosimni kamaytirish. Bola imtihonga qanchalik yaxshi tayyor bo'lmasin, agar u stressni yenga olmasa, imtihonda yaxshi natija ko'rsata olmaydi. Muvaffaqiyatli o'quvchilarning ota-onalari farzandlarini qo'rqitmagan, balki ularga ishonch bera olgan. Agarda siz ham farzandingizni Kushon Akademiyaning maxsus guruhlarida o'qitmoqchi bo'lsangiz, izohlarda plus belgisini qoldiring.